Toshkentda uylarning narxi 50 mingdan 100 ming dollargacha tashib yuborgan. Men sizlarga Toshkentning kindigidan bo'lgan Yunusobod, Hasanboydagi joylashgan, aynan amerikanskiy posolstvoga juda ham yaqin, 1 kilometr, 1,5 kilometr masofadagi shunaqangi bir xonadonni topib qo'ydim. Uyini chiroyiga qaranglar, parkovkasini o'ziga ikkita mashina bemalol sig'adi, hattoki hovlilariga ham bemalol. Mana bu tashqi ko'rinishga, hattoki sizlar bu joyga tapchan yoki yozgi oshxona qilib qo'ysanglar ham bo'lar ekan. Uyimizni tashqi ko'rinishiga baho bering. Umumiy yer maydoni 3,5 sotixga tushgan. Binoyimizni umumiy kvadrati 258 kvadrat metr. Xonadonimizda salkam 4 ta sanuzel, 4 ta yotoqxona, bitta oshxona va bitta mehmonxona, podvali ham bor. Mana buni qaranglar, kiraverishimiz juda ham chiroyli dekoratsiya bilan qilingan. Bundoq kiraverishda umumiy sanuzelimiz ham bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Qaranglar, mana bularni juda ham chiroyli, pollariga ham e'tibor berishingiz mumkin. Kiraverishingizdan bu joydan bizani oshxona kutib oladi. Oshxonamizda hamma mebellari bilan qoladi, tayyorlab qo'yilgan. Mana bu joyga stol-stul qo'yib, oilaviy o'tirishga necha baho berardinglar. Barchamizga nasib qilsin. Mana bu dekorlarga qaranglar. Voy, mashalloh. Mana bu joyda yana bitta katta hol xohlasanglar, buni ham bitta xona qilib yuborsanglar bo'ladi-da. Mana bu joyda mehmonxonamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Orqaga qaragan hovlisi ham bor. Hovlisini ham ko'rsatib o'taman. Shundoq chiqqaninglarda birinchi yotoqxonamiz sanuzeli bilan birga. Mana ko'rishingiz mumkin. Buni ota-onalar uchun qilib qo'ysanglar bo'ladi. Shunda ochasizlar. Mana yuvinadigan joy. Hamma narsasini shundoq kelasizlar, yashaysizlar mazali. Aynan bu lokatsiyada bunaqa ko'rinishdagi katta uylar 350 mingdan atrofida 300 mingdan sotilganda, sizlar hozir juda ham arzon narxda olasizlar. Narxini oxirida aytib o'taman. Podvalni javnaga ko'rsatib o'tirmayman. Pastga tushsa bo'ladi. Endi yuqori qavatlarga chiqamiz. Yog'ochdan ishlangan. Mana buni qaranglar. Juda ham chiroyli dekoratsiya qilingan. Mana bu hovli o'zi juda ham katta. Qaranglar. Bitta xona qilib yuborishli joyda, mana shuni o'zi ham. Bitta kiramiz. Mana bu joyda umumiy sanuzelimiz bor. Yuvinadigan joylar. Birinchi yotoqxonamiz. Ko'rishingiz mumkin. Buni sizlar bolalar uchun qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yotoqxonamiz ham bor. Xohlasanglar buni ham sizlar bolalar uchun foydalansanglar bo'ladi va eng asosiysi ota-onalar yotoqxonasi. Siz bunga bitta qaraysiz. Mana bu chiroyni qaranglar. Juda ham havas qildim men o'zim aynan bu uyga. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda kiyim uchun joylar bor, qo'shimcha alohida o'zini sanuzellarigacha mavjud. Lekin hovlini o'zi ham juda ham katta. Shundoq chiqib, xohlasanglar yotoqxonaning o'zidan balkonga chiqib, toza havodan nafas olsanglar bo'ladi. Aynan bu lokatsiyada maktab, bog'cha, hamma narsadan muammosiz bog'cha shundoqqina burninglarning tagida turadi. Endi tasavvur qilinglar, amerikanskiy posolstvoning yonida degani bu o'zi hamma narsa bor degan okalar. Voy ekan, menga shunaqangi yoqdi bu xonadon. Pulim bo'lganda o'zim olardim. Uyimizning narxi 258 ming dollar. Sizlar bu narxga 3,5 sotix, salkam bir 7 xona sanasanglar ham bo'ladi menimcha. Xonadonni olsanglar bo'ladi. Kvadrati 258 kvadrat. Tasavvur qilinglar, 1000 dollardan tushyapti bir kvadrati. Bunaqa xonadon. Yana tayyor remontlari bilan birga. Endi agar naqdsan yeyman deydigan bo'lsanglar, nasib o'tib beriladigan joyi bor. Kelasizlar, uyni ko'rasizlar, yaqindan tanishasizlar. Mazza qilib inshaalloh mana shunaqa xonadonlarda yashash barchamizga nasib qilsin. Orqani xohlasanglar, orqa hovli ham juda ham katta, keng. Mana ko'rishingiz mumkin. Xohlasanglar basseyn qilib yuborsanglar ham bo'ladi. Mazza qilib bolajonlarimiz.
Hoppa. Nima deysizlar? Men misol uchun o'zim yashayverardim bu xonadonda. Maylisizlar. Uchun bitta podvalni ham ko'rsatib o'taman. Uyimizning isitish tizimlari maksimal tarzda qilingan, cho'pli pollari bor. Mana bonka-monkani taxlab qo'yadigan kattagina podval. Bunga elektronikasi bilan birga turibdi. Mana shunaqa gaplar. Nima deb o'ylaysizlar? Uyimizni puliga qanchalik arziydi? Misol uchun menga juda ham yoqdi. Mana. Mazza qilib tasavvur qiling. Shundoq uydan chiqib ketyapsiz. Va ikkita mashinangiz turibdi. Xolagandan bittasini ovozda sekin o'tirib ketyapsiz ishingizga ertalabdan. Mana bu joyda ota-onangiz tapchanda o'tiribdi. Naqadar mazza bo'lsa kerak-a? Shundoq qaraysizlar, xonadoningizga bunaqa baxt barchamizga nasib qilsin inshaalloh. Uy olmoqchi bo'lgan tanishlarga ushbu videoni jo'natib qo'ysanglar, bag'oyatda xursand bo'lamiz va juda ham arzon narxlarda qilib beramiz. Tezda ushbu pastga nomerlarni yozib qo'yamiz. Telefon qilib yoki Telegram messenjerimizni ham tashlab ketamiz. Xohlasanglar o'tdan yozsanglar ham bo'ladi. Mana bu yerda hol O'lojinlarimiz xolasa mazza qilib velosiped yoki mashinalarida yursa bo'ladi. Juda ham zo'r. Bunaqa narxga menimcha aniq topa olmaysiz. Yana Toshkentning sentrida-da. Bunaqa lokatsiyada menimcha bu qo'ygan xonadonimiz tez sotilib ketsa kerak bunaqa narxga. Chunki 3,5 sotixga salkam 6-7 xonali, hamma narsasi patkulich bo'lgan uyni bunaqa narxga har kim ham berib yuboravermaydi. Xullas, shoshilib qolinglar. Mana uyimizning tashqi ko'rinishi. Juda ham oldi keng, mamnun qaranglar. Bu naryogacha. Mahallamiz ham tinch. Shunda bog'cha yonida.